Jins organizmning gametalar hosil qilish orqali nasl qoldirish, irsiy axborotni kelgusi avlodga uzatishni ta'minlaydigan belgi va xossalari majmuasidir. Jinsiy dimorfizm hayvonlar va o'simliklarning ayrim jinsli shakllari o'rtasida keng tarqalgan umum biologik hodisa bo'lib, bir xil turga mansub urg'ochilar va erkaklar o'rtasidagi anatomik va morfologik farqlarni belgilovchi xususiyatdir. Hayvonlarda jinsning belgilari biokimyoviy, morfologik, fiziologik hamda etologik xususiyatlarda, ya'ni murakkab xatti-harakatlarida namoyon bo'ladi. Tabiatda jinsni aniqlashning quyidagi tiplari mavjud: progam, singam hamda epigam. Jinsni aniqlashning progam tipi. Bunda jins urug'lanishdan avval aniq bo'ladi va jinsni tuxum hujayraning xususiyatlari belgilab beradi. Bu hodisa kolavratkalarda uchraydi. Kolavratkalar diploid to'plamga ega bo'lgan yirik hamda gaploid to'plamga ega bo'lgan mayda tuxum qo'yadi. Diploid tuxum hujayradan partenogenez usulida diploid urg'ochilar rivojlansa, gaploid to'plamli mayda tuxum hujayralardan partenogenez usulida gaploid erkak organizmlar rivojlanadi. Agar gaploid tuxum hujayralar urug'lanish orqali rivojlansa, ulardan diploid to'plamga ega urg'ochilar rivojlanadi. Jinsni aniqlashning singam tipi. Bunda jins genetik jihatdan aniqlanadi, ya'ni jinsiy xromosomalar orqali belgilanadi. Urg'ochi yoki erkak organizmning rivojlanishi esa zigotaning genotipiga bog'liq bo'ladi. Bizga ma'lumki, karyotipdagi xromosomalar ikki xil bo'ladi. Bular autosomalar hamda jinsiy xromosomalar. Autosomadagi genlar faoliyati erkak va urg'ochi organizmlarda bir xil namoyon bo'ladi. Jinsiy xromosomalar esa erkak va urg'ochi jinslarni bir-biridan farq qilishni ta'minlovchi genlarga ega. Masalan, drozofila meva pashshasining karyotipida 8 ta xromosoma mavjud. Ulardan 6 tasi, ya'ni 3 jufti autosomalar bo'lib, autosomadagi genlar orqali urg'ochi va erkaklar bir-biridan farqlanmaydi. Karyotipdagi bir juft xromosoma esa jinsiy xromosomalar hisoblanadi. Jinsiy xromosomalar bilan erkak va urg'ochilar farqlanadi. Urg'ochi drozofilalar faqat X xromosomaga ega bir xil gametalarni hosil qiladi. Erkak drozofilalar esa gametogenez jarayonida hosil qilgan gametalarning 50% X xromosomaga ega, 50% esa Y xromosomaga ega bo'ladi. Karyotipi bir xil jinsiy xromosomalarga ega, bir xil gameta hosil qiladigan jins gomogametali jins deb yuritilsa, karyotipi har xil jinsiy xromosomalarga ega, har xil gameta hosil qiladigan jins esa heterogametali jins deb yuritiladi. Odam, sut emizuvchilar, ayrim hasharotlarda urg'ochilar gomogametali, erkaklar esa heterogametali bo'ladi. Urg'ochi jinsning gomogametali tipda bo'lishi to'g'ri qanotlilarda ham uchraydi, lekin ularning erkaklarida bitta jinsiy xromosoma yetishmaydi. Bu hodisa qandalalarda ham kuzatiladi. Qandalalarning urg'ochilarida 14 ta xromosoma mavjud bo'lsa, erkak qandalalarning karyotipida 13 ta xromosoma bor. Qushlarda, sudralib yuruvchilarda, kapalaklarda erkak jinsning gomogametali tipda bo'lishi uchraydi. Kuya kapalaklarning urg'ochilari karyotipida bitta jinsiy xromosoma yetishmaydi. Jinsni aniqlashning epigam tipi. Bunda jinsning aniq bo'lishi tashqi muhit omillariga bog'liq. Masalan, timsohlarda karyotipida jinsiy xromosomalar bo'lmaydi. Ularning qo'ygan tuxumlaridan urg'ochi yoki erkak jinsning rivojlanishi esa tashqi muhit omillariga asosan haroratga bog'liq bo'ladi.